Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaliddin Es-Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitap. Yenile huzurunlarda bugün Abbasilar'ınki 8. halifesi El-Mu'tasim Billah degan Harun Reşid'ninki yani bir en ahirki bir oğlununki hayatı bilen tanışıp çıkımız. Mu'tasim Billah bilen Abbasilar'ınki 4 basqıçqa bölünген Abbasilar tarihi. Abbasilar tarixinin birinci basqıçı tugaydi. Bu birinci basqıç Abbasilar halifleriniki en güçlük hukukmuş haliflerinin özünün qulida. Hakimiyet güçlük, hakimiyetin asas güçlük, iqtisat güçlük. Hamma tarafdan xilalam ronak tapqa vaqtlar. Mu'tasim Billah'ninki vafoti bilan, ölümü bilan Abbasilarninki halifleri qo'chaq hakimiyet devrinin başlaydı. Bu qo'chaq hakimiyet devri asasen Türklerinin monopol qilishi, Parislarning monopol qilishi orqali Abbasilarniki haqiqiy amaliy huquq bulardan yo'qolib ketgan. Endi Mu'tasim Billah 218-yildan 227-yilgacha hijriya mush davrgacha davr sürgen. Yani 9 yıl bunun davri. Bu kişiniki kunyasi Ebu İshaq, ismi bolsa Muhammed ibn Rashid. Harun Reşid'ninki oğlu ya. Muhammed ibn Rashid. 180 yıl tug'ilgan. Zahabiyning aşılar deganligi bayon qilingan. İmam Suli rahmetullahi aleyh 178 yılı Şaban ayida tug'ilgan debdi. Undaqda bu yerda 2 yosh farqi bor degan bo'ladi. Hamda onasi bo'lsa Ummu Valad. Yani haqiqiy şu Araplardan emas, kenizek, dedeklerden, özü ko'pi tug'ilib cho'ng bo'lgan kenizeklardan da. İsmi Maride. Bu Harun Reşid'ninki huzurida en baxtlik, bayashat, ta'laylik cho'rlardan edi dedi. Hamda Muhammed o'zining dadisi, o'zining oqisi Ma'mundan hadis rivoyat qilgan. Onun dönemde Muhammed Mu'tasim Billah'ın Saqul Mevseli, Hamdun ibn İsmail ve onun başka bir kısım kişiler hadis rivayet kılgan deyildi. Mu'tasim Billah himmetlik, güçlük, iradlik, bahadır adam bolsumu ama ilimden mahrum kalgan. İlimsiz kalgaçka şunun dadisi bunu namzatlık kösetmegen. Veliahtlik belgilemegen. Harun Reşid özünün ballardan 3'ni namzat kılıp belgilegen bolsa Mu'tasim Billah'ni bu namzatga ekirmegen. Ama Allah'ın iradesi başkaça. Bütün haliflerinki ballары Mu'tasim Billah'dan keyin Mu'tasim Billah'ning ballaridan kelip çıkan. Qagan bunun burunqi Harun Reşid'ning ballaridan hech qanday miras qolmagan. Mu'tasim Billah'ninki ballarining ballari, çevirisi degandek hammasi keyingi davrda hakimiyet tutgan bo'lar. Hem de İmam Sovli rahmetullahi aleyh Muhammed ibn Said bu kişi İbrahim ibn Muhammed el-Haşimi'den rivayet kılıp deyişçe Mu'tasim bilen Billah mektepte küçük vakti medrese okuyduğun bir balı vakende bu işkeyle Billah ders öğrenip şu mektep berip gelip kalat demde. Sonra bu bala dostu ülep kaptı. Harun Reşid depdi de dadısı oldu o bu vaktada. Muhammed bu senin ağaydan ölüp kaptı dese cinim dada o yani boş mektepten kurtuldu depdi de ağızdan çıkarttı da bu Mu'tasim'den ağızdan küçük vakti bu Muhammed'le batılığa vakti. Şunu olan Harun Reşid depdi ki mektep seni muşunçılığa kılıvettim o. Bolda bununla koyup biringlar öz meylik koyup biringlar bununla dersi etmanglar degan. Şunu olan bu adam özü yazalaydigan, okuyalaydigan, biroq bek aciz. O'qishimi aciz, yezishimi aciz. Endi bu vaqtda xat bilgan odam hali cho'ng odam sanalgan paytlar. Endi xalifalarga nisbatan bu bir ayib. Xat yozolmaslik, o'qiyanmaslik, savodsizlik. Endi hozirmi ko'p qo'y arablarning ichida shu hokimiyat beshida turayotgan jiqlar ba'zilari bilmaydigan masalan-chu. Xat o'qiyanmaydiganlari bor, gap qilolmaydiganlari bor. Burunqum o'xshash bu holatlar. Ama lekin buniki hakimiyet işlerine ait puxta.
Bu yerda biz shu nuqtani ta'kidlab qo'ysak bo'ldi. Bolaga berilgan ziyoda ko'yimchanlik, mehribonlik bu bolani oqibatda bu ziyonga olib chiqadi. Har bir ko'yinish tadbirlik, aql asosiy bo'lgan yaxshi. İmam Zahabi rahmetullah alayhi Mu'tasim billah nisbatlab bu xalifalar ichida eng büyük, eng ulug', eng hayvatlik bir xalifa edi. Gerçi bunun hamda ulamalarni Qur'on maxluq degan fitna bilan shularni imtihon qilib sinagan bir qar dağlık bo'lmagan bo'lsa, bu haqiqatan hayvatli xalifa edi deb sifatlagan. Bu mu dadasininki yo'lini tutmayib biraz Qur'on maxluq degan fitnani o'z davrida bunaqa yana yuqori ko'targan. Endi Mu'tasimni 8lik deb laqimi var. İmam Nittavi ve Sovliler Mu'tasimning nurg'un aloyidliklari, ortiqchiligi bo'lsa-mu, buni 8lik deb laqam berilgan. Chunki nima ish qilganda Abbosiylar xalifalari ichida bu 8-xalifa. Davr tartibi bilan bitgan vaqtida Abbosning bolalarining ichida yana bu 8-chi. Demakchi bo'lganda hamda Abbosning balasi rad tartibi bo'lgan hisoblaganda ya'ni Abbosning 8-chi avlodi bo'ladi deyishga bo'ldi-da. Uning ustiga Harun Rashidniki bolalari ichida bu 8-chi tartibda. Shundaqla bu 18-yili hokimiyat beshga chiqqan deydi. 18-yili degani Hijriya 218-yil demakchi. Ondan keyin hamda bu 8 yil, 8 oy, 8 kun xilofat hokimiyatida o'tgan. Uning tug'ilgan vaqti 78-yili. 48 yil ömür ko'rgan. 8 ishg'oliyat harakati olib borgan. 8 düşmanni o'ttirgan. 8 o'g'il bola, 8 qiz bati buni deydi. Rabiul avvaldan 8 kun qilib qolgan o'lib ketgan. Bu bundan uzun kelamda dana bu jihatda bu taqdir. Onun nurg'un aloyidliklari, ortiqchiliklari bor deydi. Tilini ait o'tkir, fasohatlik, she'r yozsa kerak yo'q, yani normal bala yozadi deydi. Lekin ochiq kelsa kimni o'ttirganligiga parvo qilmaydi. Ochiq dahshat yomon deb sifatlangan. Endi Mu'tasim billaga yani odamlar kishin neyizning uchi ta'sir qilmaydi deydi. Bu neyizning uchi deganda bu baliq bo'lishi kerak. Eng muhimi bu yerda kuchlik demoqchida. Ibn Abi Duat'dan deyishsa Mu'tasim belkini menga chiqarib berib deydi-da, "Abu Abdullah, belkimni barliq kuchim bilan tishlagan" deydi. Men unumaydim. Ve hech qisi yo'q, menga ziyni yo'q deydi. Shuning bilan shu deganda qilsam, uningda tish emas, neyizning uchimi kor qilmaydi deb shuna sifatlagan. İmam Nittavi rahmetullohi alayhi shuna deydi, Mu'tasim billah shu vaqtdagi odamlarning ichida shu bir qomallab sanat, kuchlik odam edi deydi. Bir odamning beg'ishini so'nga xali kuchli qo'yma, barmoq emas, beg'ish ha. Beg'ish so'ngakni ishki barmoq bilan sindirib o'tadi deydi. Qattiqligidan. Undan boshqa ulamolar deyishcha, shu Abbosiylar xalifalashida turklarni saroyga kirgan. Bunun turklar bor, turklar bo'lgan bilan bunda qo'shinning ichida askarlikda bo'lgan. Yoki qulluq tuzum bilan, quldorlik sifatida bo'lgan. Bag'dodda. Ammo haqiqiy buni ordu saroyga amal tutqizgan odam shu Mu'tasim billah edi deydi. Bu shu vaqtdagi ajam podsholarga, ajnabiy podsholarga o'xshaydi. Mengashtirishini shularni do'raydi deydi. Buniki cho'ra turklarning soni, ya'ni qullarning soni 10 mingga yetgan deb shundaq deydi. Yani bu davrda shu Samarqand, Farg'ona, Qashqar mushtarablardan turklarni ekilib, pulga setilib, buni beqib, askarlik elib, saroylarga ekirib, shu vaqtdan tortib turklar Abbosiylarniki siyosiy, harbiy o'rnini egallashga boshlagan.
Abiyat Fergana keyik beti çıkdı hem de bu Fergana'dan Semerkant'tan ekeldigen dep. Bu Fergana Semerkant'ın özde o vaqtida Müslüman bolup ketken köplere. O Müslümanlar hem de azatlık karşıda Müslüman boluş arkalık kulluk tüzümünde kutulup ketdi köpünçe. Bu kulluk kanda kullar diye vaqtida Şərq Türkleri bilen uruşkan halıtıda Samanilardan burunqi Tahirilar, yani Abbasilar devletdeki təbə bəglərinin Şərq Türkleri bilen uruş arkalı qoluq düşkən. Anda şu bazada setip algan Türk kullarını ekiliş arkalı bu Abbasilarniki Türk koşunu, Türk əməldarları küçeygen. Ondaqda bunun hemmisi Uyghur Türkler deyişki boldu. Hazır biz deyilatkan Uyghuristan, Uyghur diyardaki Türkler deyişki bunun tamamen uygun. Sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.